O'zbekistonning o'ziga xos maxsus mahsuloti bor, kelin. Aytish mumkinki, o'zbek kelinlar xorijga eksport qilinadi. Bu iqtibos xitoylik xalqaro tahlilchining O'zbekiston haqidagi maqolasidan olindi. Yillar davomida o'zbek ayollari uchun xorijga turmushga chiqish miqyosi asosan Tojikiston va Qirg'iziston kabi qo'shni mamlakatlar bilan cheklanar edi. So'nggi 30 yilda shakllangan ayollar mehnat migratsiyasi bu chegaralarni Koreya va Turkiya tomonga kengaytirdi. 2019-yilning bahorida Ozodlik sayti Xitoyga kelin bo'lgan o'zbek qizning qiyin vaziyatga tushib qolgani haqidagi videolavhani e'lon qildi. Shundan so'ng o'zbek xotin-qizlarining oila qurish jo'grafiyasi ancha kengaygani, tabiiyki, nikohlarning hammasi ham muvaffaqiyatli bo'lmayotgani o'rtaga chiqdi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda chet el fuqarolariga turmushga chiqib ketgan ayollar ro'yxatini shakllantirishini ma'lum qildi. Oradan 6 yil o'tdi. Biz O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi rasmiy saytida ham, boshqa ochiq manbalarda ham bunday ro'yxatni topa olmadik. Azon Global tahririyatiga Xitoy tili tarjimoni bo'lgan o'zbekistonlik yigit murojaat bilan chiqdi. Ko'p yillar Xitoyda yashab ishlagan mutaxassis O'zbekistonda tobora ortib borayotgan xitoyliklar bilan bog'liq voqealardan xavotirini bildirdi va bir necha video tasvirlarni taqdim qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Xitoyga kelin bo'layotgan qizlar haqidagi surat va videolar tobora ko'payib boryapti. Ularning ayrimlarida onalar pul evaziga qizlarini xitoyliklarga turmushga berayotgani aytiladi. Mana kiyoplari, mana. Necha olasiz aeroportda? $4000. Ha, aeroportda olasiz. Bo'ldi, ana. Mana Aleksey Sviditsev. Tarjimon o'zbek qizlari asosan moddiy farovonlik uchun Xitoyga turmushga chiqishayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Xitoyliklarchi qanday maqsadlarda 3,5 ming kilometr yo'l bosib o'zbek qizlariga talabgor bo'lib kelishayapti? Xitoyda 1,5 milliardga yaqin aholi bor. Uning 51%ni erkaklar, 49%ga yaqinini ayollar tashkil qiladi. O'rganishimizga ko'ra, xitoyliklarning xorijdan xotin izlashlariga sabab shu 1%lik farq emas. 2024-yilda Xitoyda nikohlar soni rekord darajada pasaydi. 2023-yili mamlakatda 7,5 milliondan ortiq nikoh rasmiylashtirilgan bo'lsa, o'tgan yili bu ko'rsatkich 1,5 millionga kamaydi. Erkaklar uchun uylanish muammosi gender disbalansidan ko'ra iqtisodiy holat bilan bog'liqligi ko'rsatilmoqda. Talablarga ko'ra uylanmoqchi bo'lgan yigitning o'z uyi bo'lishi shart. Unashtiruvda beriladigan kelin pulining miqdori o'rtacha $17,000 atrofida. To'y xarajatlaridan tashqari to'ydan keyingi hayot Xitoy erkaklarini uylanishning arzon yo'llarini izlashga majbur qilyapti. Bu yo'llardan biri kelinni kambag'al davlatlardan olib kelish. Ijtimoiy mediadan xitoyliklar ko'p yillardan beri tejamkor shaklda uylanish uchun Ukrain, Filippin, Tailand, qirg'iz qizlarini tanlashayotganini aniqladik. So'nggi 10 yil ichida bu ro'yxatga o'zbek qizlari ham kirgan. Tayvan qizlarining talabi oshdimi? Kel o'zbek go'zallariga uylanamiz. Bu maqolada o'zbek qizlarining afzalliklari, jumladan mehnatkashligi va erga itoatli qilib tarbiyalanish haqida so'z boradi. O'zbek qizlarini xitoylik yigitlarga turmushga chiqishida O'zbekistondagi tanishtiruv markazlari katta rol o'ynayapti. Xitoyliklarning katta qismi qizlarni o'rtakashlar orqali topishmoqda. Xitoy ijtimoiy mediasida o'zbeklar bilan oila qurish borasida muhokamalarni ko'p uchratdik. Ular o'zaro tajriba almashishgan, bir-birlariga maslahatlar ham berishgan. O'zbekistondan kelin olib kelish haqidagi qo'llanmalar ham anchagina. Xitoy medialarining birida O'zbekistondan kelin olib kelish qanchaga tushishi muhokama qilingan. Yana birida esa o'zbek qizga uylanish qoidalarining ushbu ro'yxati keltirilgan. Birinchisi diniy e'tiqod. O'zbek go'zallariga uylanishni xohlovchi erkaklar oldin musulmonlikni qabul qilishi shart. Ikkinchisi ota-onalar ko'rigi. Ota-onalar siz bilan ko'rishib, ha deganidan keyin uylanasiz. Uchinchisi jalb qilish. Unashtiruvda ularni sovg'alar bilan e'tiborini qozonish kerak. To'rtinchisi to'y marosimi. Shunaqa dabdabali qilinadiki, bir umr unutmaysiz. Va beshinchisi chiqqan qiz chig'irdan nari degan maqol yolg'on.
To'ydan keyin kelinning ota-onasi, qarindoshlari, do'stlari mehmon bo'lib kelishlariga tayyor turing. Boy kuyov orzusidagi o'zbek oila, kambag'al qiz bilan tejamkor hayot umididagi Xitoy kuyov. Aynan shu xohishlarning amalga oshishiga qarab, omadli yoki omadsiz nikohga olib keladi. Xitoy kuyov va o'zbek kelin mavzusini o'rganayotib, xitoyliklarning eng ko'p xavotiri diniy e'tiqod va milliy qadriyatlar ekanligini ko'rdik. Xitoylikka turmushga chiqishga qaror qilgan o'zbek qizlari yoki qizlarini Xitoyga uzatishni niyat qilgan o'zbek onalarchi? Ular e'tiqod va qadriyatlar masalasini moddiyatdan ko'proq o'ylashayaptimikan? Alloh taolo Baqara surasining 221-oyatda amr qiladiki: "Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu va la 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin va law a'jabakum." Sizlar ey mo'minlar, qizlaringizni, ayollaringizni mushriklarga bermang. Bu mushriklardan murod ahli kitob bo'lsin yoki haqiqiy mushrik bo'lsin, masalan Xitoyda umuman din yo'q, bular ham shuni ostiga daxil bo'ladi. Ularga qizlaringizni bermang. Hatta yu'minu, to'g'ri iymon kelmagunlarcha deydi. Va buni yomon ekanligini bayon qilib, "Va la 'abdun mu'minun khayrun min mushrikin va law a'jabakum." Mo'min qul ulardan ko'ra yaxshiroqdir. Garchi ular sizni ajablantirsa ham, ya'ni mushriklar sizni boyligi bilan, kuchliligi bilan, iqtisodiy quvvati bilan, katta davlatda yashashligi bilan sizni hayron qoldirsa ham, lekin qul yaxshi bundan ko'ra deb Alloh taolo amr qiladi. Demak, shundan ma'lum bo'lyaptiki, g'ayridin deganda o'sha nasroniy ham kiradi, nima ham kiradi, yahudi ham kiradi va boshqa dinda bor, dinda bo'lgan, dinda bo'lmagan kishilar hammasi kiradi, musulmonlardan boshqa hammasi kiradi. Ya'ni muslima ayolni bularga turmushga berib bo'lmaydi. Xitoyda O'zbekistondan kelgan kelinlarni o'zbeka senyan deyisharkan. Rossiya, Koreya, Qozog'istonda o'zbeklar migrant sifatida shakllangan. O'zbekistonliklarga yollanma ishchi sifatida qarash ko'lami boshqa davlatlarga ham yoyilib boryapti. Turkiyada esa mehnat muhojirligiga kelgan o'zbek ayollariga ishchi kuchidan ko'ra kamchiqim kelinlar kabi ko'rila boshlaganiga ancha bo'lgan. O'zbek ayollarining xitoyliklar bilan quda bo'lishiga intilishi ham o'zbek ayollarining arzon kelinlarga aylanishiga xizmat qilmoqda.